Pensionerlar, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Agar avgust oyida kerakli hujjatni vaqtida topshirmasangiz, pensiyangiz qayta hisoblanmasligi, indeksatsiya yoki ustama pul sizga kechikib kelishi mumkin. Bu gap oddiy ogohlantirish emas. Bu ko'plab oilalarning oylik daromadiga bevosita ta'sir qiladigan masala. Shuning uchun men hozir hammasini sodda tilda birma-bir tushuntiraman. Kim hujjat topshirishi kerak? Kimga bu tegishli emas? Qaysi holatda pulingiz kamayib qolishi yoki umuman qo'shilmay qolishi mumkin? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim joyi aynan hujjatni qanday tayyorlash. Qayerga borish va arizada nimani yozish kerakligida. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu kabi ma'lumotlar ko'pincha odamlar kech bilgani uchun muammo bo'ladi. Men avvalo asosiy masalani tushuntirib beraman. Ko'pchilik pensionerlar indeksatsiya deganda bitta narsani tushunadi. Davlat pensiyalarini oshiradi. Demak, hammaning puli avtomatik ko'payadi. Ha, umumiy oshirishlar bo'lganda pensiya miqdori odatda avtomatik qayta hisoblanadi. Lekin hayotda hamma holat bir xil emas. Ayrim qo'shimcha to'lovlar, ayrim ustamalar, ayrim ijtimoiy holatlar va ayrim qayta hisoblashlar faqat ma'lumot tasdiqlansa amalga oshiriladi. Oldin ko'p narsa qog'oz orqali yurardi. Pensioner o'zi borardi, ariza yozardi, mahalla yoki ish joyidan ma'lumotnoma olib kelardi. Pensiya bo'limi tekshirardi. Keyin qayta hisob-kitob qilinardi. Keyingi yillarda ko'plab ma'lumotlar elektron bazalar orqali olinmoqda. Masalan, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, ish staji bo'yicha ayrim ma'lumotlar, nogironlik ma'lumotlari, ijtimoiy himoya reyestrlari yoki boshqa davlat organlari bazalaridan keladigan ma'lumotlar. Lekin muammo shundaki, bazalarda hamma narsa doim to'liq yangilangan va xatosiz bo'lmaydi. Shu sababli avgust oyida topshiriladigan hujjat masalasi juda muhim bo'lib qoladi. Chunki ayrim toifadagi pensionerlar uchun pensiyani indeksatsiya qilish, ustama qo'shish yoki oldingi hisob-kitobni tuzatish uchun asos bo'ladigan hujjat aynan shu davrada talab qilinishi mumkin. Agar odam bu hujjatni vaqtida topshirmasa, tizim uni tasdiqlanmagan deb ko'rishi mumkin. Natijada pensioner pulni kutadi, lekin qo'shimcha pul kelmaydi. Keyin borib so'rasa, hujjat yetishmayapti, ma'lumot bazada ko'rinmayapti, ariza kiritilmagan degan javobni eshitadi. Men bu yerda bitta narsani aniq aytaman. Har bir pensionerning holati alohida tekshiriladi. Kimdadir hammasi avtomatik o'tadi, kimdadir bitta qog'oz yetishmagani uchun pul to'xtab qoladi yoki kechikadi. Shuning uchun qo'shnimga kelibdi, menga ham keladi deb o'tirish xato. Pensiya masalasida eng xavfli narsa beparvolik. Avvallari pensionerlar ko'pincha pensiya bo'limiga borib, har bir o'zgarishni o'zlari aytib turishardi. Masalan, qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zosi borligi, nogironlik guruhi o'zgargani, yashash joyi o'zgargani, ishlayotgan yoki ishlamayotgani, boqimandalik holati, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha ma'lumotlar. Yolg'iz yashovchi pensioner maqomi kabi holatlar qog'oz bilan tasdiqlanardi. Hozir esa ko'p hollarda davlat organlari bizda ma'lumot bazada bor deydi. Bu yaxshi, albatta, chunki odam kamroq yuguradi. Lekin shuni ham tushunish kerak. Elektron tizimda ma'lumot bo'lmasa, xodim ham uni ko'rmaydi. Agar sizning huquqingiz bor bo'lsa-yu, lekin tasdiqlovchi hujjat tizimga kiritilmagan bo'lsa, pensiya qayta hisoblanmay qolishi mumkin. Masalan, pensioner opa 1.200.000 so'm pensiya oladi. Unga qaramog'idagi nogiron farzandi uchun qo'shimcha ustama berilishi kerak bo'lishi mumkin. Lekin nogironlik ma'lumotnomasi yangilangan, ammo yangi muddati bazada ko'rinmayapti. Opa oldin topshirganman-ku deb yuradi. Avgustda tasdiqlash so'ralgan bo'lsa-yu, u hujjatni topshirmasa sentyabrdan boshlab qo'shimcha hisob-kitob qilinmay qolishi mumkin. Keyin u bir necha oy pulni kam oladi. To'g'ri, keyin hujjatni topshirib qayta hisoblatish mumkin bo'ladi. Lekin vaqt, asab, navbat va ortiqcha yugurish ketadi. Yana bir misol. Pensioner aka ishlamayotgan, pensioner sifatida indeksatsiya yoki qo'shimcha hisob-kitobdan foydalanish kerak. Lekin soliq yoki bandlik bazasida u hali ham ishlayotgan deb ko'rinadi. Chunki eski ish joyi bilan bog'liq ma'lumot yopilmagan. Aka aslida 2 yildan beri ishlamaydi. Agar u pensiya bo'limiga borib, mehnat faoliyati tugaganini tasdiqlovchi hujjat yoki elektron ma'lumotni tekshirilmasa, tizim uni ishlayotgan deb qabul qilishi mumkin. Natijada ayrim qo'shimcha to'lovlar noto'g'ri hisoblanadi. Bu yerda men eng ko'p uchraydigan xatoni ko'raman. Odamlar pensiya masalasida davlat o'zi biladi deb o'ylaydi.
Davlat organlari ko'p narsani biladi, lekin hammasini emas. Ayniqsa eski ishda staji, eski arxiv ma'lumotlari, familiya o'zgargani, hujjatdagi imlo xatolari, tug'ilgan sana farqi, yashash manzili yangilanmagan bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Men birinchi navbatda ishlaydigan pensionerlarga murojaat qilaman. Agar siz pensiya yoshida bo'lsangiz, lekin ishlayotgan bo'lsangiz, sizning holatingiz alohida hisoblanadi. Ish joyingizdan ma'lumotlar to'g'ri ketayotganiga ishonch hosil qiling. Ishdan bo'shagan bo'lsangiz, lekin ba'zida hali ham ishlayotgan deb turgan bo'lsangiz, pensiya qayta hisob kitobida xatolik bo'lishi mumkin. Ayniqsa avgust oyida ma'lumotlar yangilanishi, tekshirilishi yoki tasdiqlanishi talab qilinsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Ikkinchi toifa nogironligi bor pensionerlar. Nogironlik muddati uzaytirilgan, guruhi o'zgargan yoki doimiy deb belgilangan bo'lsa, bu ma'lumot pensiya tizimida to'g'ri aks etishi kerak. Masalan, ilgari ikkinchi guruh bo'lgan, keyin birinchi guruhga o'tgansiz. Bu holatda pensiya yoki ustamalar boshqacha hisoblanishi mumkin. Lekin hujjat topshirilmasa yoki elektron tasdiq tushmasa, eski ma'lumot bilan hisob davom etishi ehtimoli bor. Uchinchi toifa. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda ayniqsa farzandlar, o'quvchilar, talabalar masalasi muhim. Agar bola endi yoshdan oshgan bo'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim holatlarda to'lov davom etishi uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Avgust oyi esa yangi o'quv yilidan oldingi davr bo'lgani uchun bu masala juda dolzarb. O'quvchi yoki talaba maqomi vaqtida tasdiqlanmasa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. Keling, oddiy misol qilamiz. Ona o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Farzandi kollej yoki universitetda kunduzgi bo'limda o'qiydi. Oldingi yil ma'lumotnoma topshirilgan. Lekin yangi o'quv yili uchun yana tasdiq kerak bo'lishi mumkin. Agar avgustda yoki belgilangan muddatda ma'lumotnoma olib borilmasa, sentyabr, oktyabr oylarida pul kelmay qolishi ehtimoli bor. Keyin talaba o'qiyotganini isbotlab qayta tiklash mumkin, lekin oilaga kerak bo'lgan pul ayni vaqtida tushmaydi. To'rtinchi toifa. Qaramog'ida mehnatga layoqatsiz shaxs bor pensionerlar. Masalan, pensionerning qaramog'ida nogiron farzand, voyaga yetmagan bola yoki mehnatga layoqatsiz turmush o'rtog'i bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda ayrim qo'shimcha to'lovlar yoki qayta hisoblashlar bo'lishi mumkin, lekin bu faqat og'zaki gap bilan bo'lmaydi. Hujjat kerak. Tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, nikoh guvohnomasi, yashash joyi bo'yicha tasdiq, qaramlik holatini tasdiqlovchi ma'lumotlar. 5-toifa. Familiyasi, ismi, pasporti yoki yashash manzili o'zgargan pensionerlar. Juda oddiy ko'rinadi, lekin amalda eng ko'p xato shu yerda chiqadi. Masalan, pasport yangilangan, lekin bank kartadagi ism eski ko'rinishda. Yoki pensiya hujjatlarida tug'ilgan sana bitta, pasportda boshqa ko'rinishda. Yoki arxiv ma'lumotnomasida ism matluba deb yozilgan, pasportda matluba emas, boshqa imlo bilan yozilgan. Bunday kichik farqlar ham qayta hisoblashda to'siq bo'lishi mumkin. Endi men kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkinligini ham aytaman. Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olsangiz, ishlamayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, nogironlik, o'quvchisini yo'qotganlik, qaramog'idagi shaxs, qo'shimcha ustama kabi alohida holatlar bo'lmasa. Umumiy indeksatsiya odatda avtomatik qo'llanishi mumkin, lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men har bir pensionerga yiliga kamida bir marta pensiya bo'limidan yoki MyBankGov uz orqali o'z pensiya ma'lumotlarini tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki ba'zan odam o'zi bilmagan holda qo'shimcha huquqqa ega bo'ladi. Masalan, staj bo'yicha eski arxiv hujjati topiladi. Ilgari hisobga olinmagan davr aniqladi. Mehnat daftarchasida yozuv tuzatiladi. Bular pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Yana bitta misol. Aka 25 yil staj bilan pensiyaga chiqqan. Keyin eski korxonasidan yana 4 yil ish staji bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi topildi. Agar u bu hujjatni topshirsa, pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin, lekin u baribir oshmaydi deb topshirmasa, o'z haqidan o'zi voz kechgan bo'ladi. Pensiya tizimida har bir yil, har bir ma'lumot va har bir tasdiq muhim. Endi eng muhim savol, avgustda topshirilmasa indeksatsiya bo'lmaydi deyilgan hujjat aynan qaysi hujjat? Men buni shunday tushuntiraman. Hamma uchun bitta yagona hujjat bo'lmasligi mumkin. Sizning holatingizga qarab bu turli hujjat bo'ladi. Ba'zi odam uchun bu o'qish joyidan ma'lumotnoma. Ba'zi odam uchun nogironlikni tasdiqlovchi hujjat.
Ba'zi odam uchun ishlamayotganini tasdiqlash. Ba'zi odam uchun qaramog'idagi shaxs to'g'risidagi ma'lumot. Ba'zi odam uchun arxidan olingan ish staji hujjati. Ba'zi odam uchun yashash joyi yoki oilaviy holatni tasdiqlovchi ma'lumot. Shuning uchun men tomoshabinlarga bitta aniq maslahat beraman. Avgust oyida o'z holatingiz bo'yicha pensiya bo'limiga murojaat qilib, mening pensiyam bo'yicha qayta hisoblash, indeksatsiya, ustama yoki to'lov davom etishi uchun qo'shimcha hujjat talab qilinadimi deb yozma yoki elektron tarzda so'rang. Og'zaki so'rab chiqib ketish yetarli emas. Imkon bo'lsa, ariza raqamini oling. Murojaatingiz ro'yxatdan o'tganiga ishonch hosil qiling. Agar siz talaba farzand uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsangiz, o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lish ehtimoli juda yuqori. Ma'lumotnomada talabaning F5 tug'ilgan sanasi, ta'lim muassasasi nomi, ta'lim shakli, kursi o'qish muddati, kunduzgi ta'limda o'qishi aniq yozilishi kerak. Agar sirtqi yoki kechki bo'lim bo'lsa, bu har doim ham to'lovni davom ettirishga asos bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun aynan kunduzgi ta'lim masalasini tekshirish kerak. Agar siz nogironlik pensiyasi yoki nogironlik bo'yicha ustama olayotgan bo'lsangiz, TMEK yoki tegishli tibbiy ijtimoiy ekspertiza ma'lumotlari tizimga kiritilganini tekshiring. Qog'ozda bor, lekin bazada yo'q bo'lsa, muammo chiqadi. Agar muddati tugagan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish sanasini o'tkazib yubormang. Bir kun kechikish ham ba'zan bir oy to'lovga ta'sir qiladi. Agar siz ishlaydigan pensioner bo'lsangiz, ish joyingizdan ma'lumotlar to'g'ri yuborilganini tekshiring. Ishdan bo'shagan bo'lsangiz, buyruq nusxasi, mehnat shartnomasi bekor qilingani haqidagi ma'lumot yoki elektron mehnat daftarchasidagi yozuv to'g'ri kiritilganini aniqlang. Chunki pensiya bo'limi bazada sizni ishlayotgan deb ko'rsa, siz og'zaki men ishlamayman deganingiz yetarli bo'lmaydi. Men bir nechta hayotiy vaziyatni batafsil aytaman. Shunda har kim o'z holatini solishtirib oladi. Birinchi vaziyat 68 yoshli onaxon yoshga doir pensiya oladi. Pensiyasi 1,1 million so'm. U yolg'iz yashaydi. Qaramog'ida hech kim yo'q. Nogironlik guruhi yo'q. Ishlamaydi. Pasport yangi, bank kartasi faol. Bunday odam umumiy oshirish bo'lsa, odatda avtomatik oshirilgan pensiyani oladi. Lekin baribir u avgustda mahalla yoki pensiya bo'limidan menda qo'shimcha hujjat talab qilinmayaptimi deb tekshirtirsa yaxshi bo'ladi. Chunki ba'zan yolg'iz yashovchi pensionerlar uchun alohida ijtimoiy yordam yoki boshqa dasturlar bo'lishi mumkin. Ikkinchi vaziyat, 72 yoshli otaxon pensiya oladi va qaramog'ida nogiron farzandi bor. Farzandining nogironlik muddati iyul oyida tugagan, avgustda qayta tasdiqlanishi kerak. Otaxon oldin ham nogiron edi-ku deb hujjat topshirmadi. Natijada tizim yangi tasdiqni ko'rmaydi. Pensiya yoki ustama hisobida uzilish paydo bo'lishi mumkin. Bu holatda otaxon avgustda tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatini yangilab, pensiya bo'limiga tekshirtirishi shart. Uchinchi vaziyat. Beva ona boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Qizi 19 yoshda universitetning kunduzgi bo'limida o'qiydi. O'tgan yili ma'lumotnoma topshirilgan. Bu yil ham yangi o'quv yili uchun ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Agar ona avgustda tayyorlanib, sentyabr boshida ma'lumotnomani topshirsa, to'lov uzilmasligi ehtimoli yuqori. Agar dekabrgacha kutib yursa, bir necha oy pul kelmay qolishi yoki keyin qayta tiklatish uchun ortiqcha yugurishi mumkin. 4-vaziyat. Pensioner aka pensiyaga chiqqandan keyin ham yarim stavkada ishlagan. May oyida ishdan bo'shagan. Lekin korxona elektron tizimga bo'shatish ma'lumotini vaqtida kiritmagan. Avgustda pensiya qayta ko'rilganda u hali ham ishlayotgan deb chiqadi. Aka qo'shimcha pulni olmaydi. Keyin u korxonaga boradi. Buxgalteriya biz kiritishni unutibmiz deydi. Mana shuning uchun men ishlaydigan va yaqinda ishdan bo'shagan pensionerlarga avgustda albatta tekshirishni maslahat beraman. 5-vaziyat. Ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan, keyin pensiyaga chiqqan. Eski mehnat daftarchasida oldingi familiya, pasportda yangi familiya, arxiv hujjatlarida yana boshqa imlo. Bunday holatda ish stajining bir qismi hisobga olinmay qolishi mumkin. Agar avgustda qayta hisoblash uchun hujjat so'ralsa, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganligini tasdiqlovchi hujjat va arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Bu kichik masala emas, chunki bir necha yil staj pensiya miqdoriga real ta'sir qiladi. Endi istisnolar va nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, hujjatni topshirishning o'zi yetarli emas. U qabul qilinganini tasdiqlatish kerak.
Ko'p odam men olib borgandim deydi. Lekin olib borgan hujjat ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, keyin isbotlash qiyin. Shuning uchun ariza topshirsangiz, kirim raqamini oling. Elektron topshirsangiz, murojaat raqamini saqlang. Telegram orqali yoki tanish xodimga rasm yuborish, rasmiy topshirish hisoblanmasligi mumkin. Ikkinchi nozik jihat hujjatning muddati. Ba'zi ma'lumotnomalar cheksiz emas. O'qish joyidan ma'lumotnoma odatda ma'lum bir o'quv yili yoki semestr uchun beriladi. Nogironlik ma'lumotnomasi muddati ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Yashash joyi yoki oila tarkibi haqidagi ma'lumot ham yangilanishi talab qilinadi. Eski hujjat bilan yangi hisob-kitob qilinmasligi mumkin. Uchinchi nozik jihat bank kartasi va to'lov kanali. Ba'zan pensiya hisoblangan bo'ladi. Lekin karta muddati tugagan, hisob raqami yopilgan yoki bankdagi ma'lumotlar mos kelmaydi. Pensioner menga pensiya tushmadi dedi. Aslida muammo pensiya bo'limida emas, bankda bo'ladi. Shuning uchun avgustda kartangiz muddati. Telefon raqamingiz, SMS xabarnoma va hisob holatini ham tekshiring. 4-nozik jihat ortiqcha to'langan pul. Agar siz noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsangiz yoki o'zgarishni vaqtida xabar qilmagan bo'lsangiz, keyin ortiqcha to'langan summa qaytarib undirilishi mumkin. Masalan, talaba o'qishni tashlagan, lekin oila bu haqda xabar bermagan, pensiya yana bir necha oy to'langan. Keyin tekshiruvda aniqlansa, ortiqcha summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun faqat pul olishni emas, majburiyatni unutmaslik kerak. 5-nozik jihat hamma aytyapti degan gapga ishonmaslik. Har yili pensiya bo'yicha mish-mishlar ko'p bo'ladi. Kimdir hamma hujjat topshirishi kerak deydi. Kimdir hech kimga kerak emas deydi. To'g'risi bunday, siz o'z holatingizni tekshirtirasiz. Hujjat kerak bo'lsa topshirasiz. Kerak bo'lmasa xotirjam bo'lasiz. Eng ishonchli manba pensiya bo'limi, rasmiy davlat portallari va tegishli tashkilotlarning yozma javobidir. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam. O'zingizning pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki boshqa ijtimoiy to'lovmi? Har birining qoidasi boshqacha bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam. O'zingizda o'zgarish bo'lgan bo'lmaganini yozib chiqing. Ishga kirganmisiz yoki ishdan chiqqanmisiz? Nogironlik guruhi o'zgarganmi? Farzand 15 yoshga to'lganmi? Talaba o'qishni davom ettiryaptimi? Pasport almashganmi? Familiya o'zgarganmi? Yashash manzili o'zgarganmi? Bank kartasi muddati tugaganmi? Qaramog'ingizdagi shaxs oturatda o'zgarish bormi? Mana shu savollarga javob bering. Uchinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya ma'lumotlari, bank kartasi rekvizitlari, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat ma'lumotlari, ish joyidan buyruq nusxasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, arxiv ma'lumotnomalari, qaramlik holatini tasdiqlovchi hujjatlar. 4-qadam. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Agar elektron xizmat mavjud bo'lsa, maydbot.uz orqali tekshiring. Lekin elektron murojaat qilganda ham natijani kuzatib boring. Yuborildi degan har doim masala hal bo'ldi degani emas. Javob kelganini, ariza ko'rib chiqilganini, qo'shimcha hujjat so'ralmaganini tekshiring. 5-qadam. Arizada aniq yozing. Masalan, mening pensiyam bo'yicha avgust oyida indeksatsiya, qayta hisoblash yoki qo'shimcha ustama olish uchun qo'shimcha hujjat talab qilinadimi? Shuni tekshirib berishingizni so'rayman. Agar konkret holat bo'lsa, uni ham yozing. Farzandim kunduzgi ta'limda o'qiyotgani sababli boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi to'lovi davom etishi uchun ma'lumotnomani qabul qilishingizni so'rayman. Yoki ishdan bo'shaganim sababli pensiya hisob-kitobini ishlamaydigan pensioner sifatida tekshirib berishingizni so'rayman. 6-qadam. Barcha nusxalarni saqlang. Hujjat topshirgan kuningizni yozib qo'ying. Ariza raqamini saqlang. Xodimning javobini eslab qolish bilan cheklashtirmasdan imkon bo'lsa yozma javob oling. Chunki pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, sizda dalil bo'ladi. 7-qadam. Pensiya tushganda summani tekshiring. Faqat pul tushdi deb qo'ymang. Oldingi oy bilan solishtiring. Oshirish bo'lish kerak bo'lgan bo'lsa, necha so'mga oshganini ko'ring. Agar kutilgan summa kelmasa, darhol murojaat qiling. 3-4 oy kutish xato. Qanchalik erta murojaat qilsangiz, masalani hal qilish shunchalik oson bo'ladi.
Men pensionerlarga doim aytadigan eng muhim maslahat, hujjatni oxirgi kunga qoldirmang. Avgust oyida ko'p odam bir vaqtda murojaat qilishi mumkin. Navbat ko'payadi, xodimlar band bo'ladi, ma'lumotnoma olishga ham vaqt ketadi. Agar sizga o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lsa, universitet yoki kollej ham darhol bermasligi mumkin. Agar arxiv hujjati kerak bo'lsa, bu undan ham ko'proq vaqt oladi. Ikkinchi maslahat, farzandlaringiz yoki yaqinlaringizdan yordam so'rang. Ko'p pensionerlar internetdan foydalanmaydi, elektron portalga kira olmaydi, SMS kodini tushunmaydi. Bu uyat emas. Muhim huquqingiz yo'qolmasin. Farzandingiz, nabirangiz yoki ishonchli yaqin odamingiz bilan birga hujjatlarni tekshirtiring. Lekin hujjatlarni kimga berayotganingizga ehtiyot bo'ling. Pasport, bank karta va PIN kodlarni begona odamga bermang. Uchinchi maslahat. Har bir gapni rasmiy manbadan tekshiring. Mahalladagi gap, bozordagi gap qo'shnining aytgani foydali signal bo'lishi mumkin, lekin yakuniy haqiqat emas. Sizning pensiyangiz sizning hujjatingizga qarab hisoblanadi. Shu sababli o'z ismingiz bo'yicha tekshirtirish zarur. 4-maslahat. Agar rad javob berilsa, sababini so'rang. Bo'lmaydi degan javob yetarli emas. Nega bo'lmaydi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi norma asosida rad etildi? Qanday hujjat olib kelsam bo'ladi? Qayta murojaat qilish mumkinmi? Mana shu savollarni bering. Ko'pincha odamlar birinchi rad javobidan keyin to'xtab qoladi. Aslida bitta ma'lumotnoma bilan masala hal bo'lishi mumkin. 5-maslahat. Pensiya miqdori keskin kamayib qolsa yoki qo'shimcha pul kelmasa, jim turmang. Ba'zan texnik xato bo'ladi. Ba'zan bazalar o'rtasida ma'lumot almashinuvi kechikadi. Ba'zan hujjat noto'g'ri kiritiladi. Bu muammolarni vaqtida ko'tarsangiz tuzatish mumkin. Men bugun sizga eng muhim fikrni yetkazmoqchiman. Indeksatsiya va pensiya qayta hisob kitobi hamma vaqt ham o'zi avtomatik bo'ladi degan emas. Ayrim pensionerlar uchun avgust oyida kerakli hujjatni topshirish yoki ma'lumotni tasdiqlatish juda muhim. Ayniqsa ishlaydigan pensionerlar, nogironligi bor pensionerlar, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, talaba farzandi bor oilalar, qaramog'ida mehnatga layoqatsiz shaxs borlar, pasporti yoki familiyasi o'zgarganlar, eski staj hujjatlari borlar bunga jiddiy qarash kerak. Bugun hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Elektron portal orqali ma'lumotlaringizni tekshiring. Eng muhimi, ariza topshirsangiz, uning qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Shunda keyin, nega menga indeksatsiya bo'lmadi? Nega pul qo'shilmadi? deb kech qolib yurmayapsiz. Sizda shunday holat bo'lganmi? Pensiya kechikkanmi? Ustama qo'shilmaganmi? Yoki hujjat yetishmayapti deyishganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men pensiya, nafaqa, ijtimoiy to'lovlar va hujjatlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman.